Kanizak tuxum kimniki? Sultonniki. Tovuqniki yo'qmi? O'zinglarcha endi askiya qilyapsizlar-da. Askiya, между прочим, erkaklarga yarashadi. Между прочим, pasportimizga erkak deb yozib qo'yilgan. Yo ko'rsataymi? Mana. Men ham haramda yashayman. Zato qiz bolaman. Bunga jon deb uylanardim-u. Ko'rinishini qara, chukchalarga o'xshab rosa ham xunuk. Uylanganing bilan nima o'zgarar edi? Baribir qiz bolaligimcha qolaman-ku. Yedingki Sumbul? Buningchi tili yomon. Shuning uchun sulton ham qaramaydi. Hech kim qaramaydi. Yaxshisi sultonga o'xshab tuxum yeymiz. Tuxum oqsilga boy, immunitetni ko'taradi. Ana sultonchi tuxumni rosa ko'p yeydi. Teshib so'radi ham. Shuning uchun 40 ta tovuqning ichida mazza qilib xo'roz bo'ladi. Men tuxum yemayman. Voy nega? Bizga foydasi yo'q. Ko'tarsa faqat qon bosimimizni ko'tarishi mumkin.